Ketdi, hozir men sizlarga turnikni qanotni qanaqa katta qilish ko'rsataman. Jiyan qochib tur. Bu bo'lmaydi bu. Bu yerda xivat chunki juda kichkina. Bizning qanotimiz katta bo'lishi uchun xivat maksimalni shiroki bo'lishi kerak. Qo'lni qo'yamiz. Mana chiqib olamiz tepaga. Ko'rayotgan bo'lsanglar, qo'limni maksimalni ochdim chetga. Ketdi, mana shundan siqamiz tepaga. Mana. Iloji boricha gurtni tekkizishimiz kerak turnikka, gurtni tepasini iloji boricha. O'shanda qanotimiz maksimalni cho'ziladi. Bir xillar bundoq qilishi mumkin. Unda ham bo'ladi, no biz maksimalni cho'zishimiz uchun qanotni orqaga ketishimiz kerak ozgina. Qanotni mamchasiga ishladik. Endi glubinasiga, qanoti chuqurligiga ishlaymiz. Mana shunaqa turniklar bo'lsa uyda qivatda bunaqasi ushlaymiz. Buni ham etganimda tortganda gurtni taqiymiz tepaga. Mana. Mana. Maksimalni tushamiz pastga. Gurtni ko'taramiz tepaga. Qancha? Ishlachi? Shiroki qilamiz yana. Boshni orqaga tashlaymiz. Davay. Zo'r. Chust qildim qanotni. Endi bunaqasiga davay. Bu yerda ham gurtni ko'tarish, ana. Mana shunda xuddi shunaqa ishlasanglar, turnikda qanotinglar kattalashadi. Profilimga obuna bo'linglar. Tez orada to'g'ri texnika, to'g'ri pitaniya bo'yicha